Mana hozir misol qilib olganda hozir shamollash sezoni boshlandi. O'sha gripp, paragripp yoki ORV sezoni boshlandi. Mani oldimga kelayotgan va mani kuzatuvlarim shuni ko'rsatyaptiki, bolajonlar birinchi kun issig'i chiqib, burni oqib, yo'talganida ota-onalar borib kapelnitsalar oldirishyapti, tomog'ini yuvdirishyapti, burnini yuvdirishyapti. Eng asosiysi mana shu hozir kapelnitsa haqida gapirmoqchiman. Kapelnitsa hech qachon kasallikning sababini olmaydi. U faqat ahvolni yengillashtiradi. Yana bu holatlar ambulator sharoitda, ya'ni uyda davolansa bo'ladigan bolalar haqida gapiryapman. Bolnitsaga tushib qolgan bolalar to'g'risida gapirayotganim yo'q. Ular bolnitsani statsionar, uni konsepsiya u yoqda boshqacha. Biza uy sharoitida davolanadigan bolalar haqida gapiryapmiz. Borib, birinchi kundan borib kapelnitsalar quydirish, bu metrogel, antibiotiki, flukonazol, yana kokteyl degan narsa chiqdi. Kokteyl degan narsaning ichida fizrastor ham bor, deksametazon ham bor, kaliy xlor ham bor, vitamin C bor, yana B12 ham bor, ko'zim tushdi. Noshpa, suprastin, analgin, dimidrol, mana 9 ta narsami? Mana shu 9 ta narsa va undan ko'p narsalar soling. Buni kokteyl deyishar ekan, kokteyl qilib quyishar ekan. Bularni birontasi asosiy kasalligimizga foydasi yo'q. Foydasi yo'qligi bir navi zarar. Nimaga? To'g'ri shakllanayotgan immunitetni mana shu dorilar bilan biz bosib qo'yamiz.